Assalomu alaykum hammalaringizga. Meni ismim Ziyeva Inobat. Samarqand viloyati Nurobod tumanidan kelganman. Yoshligimda sport bilan shug'ullanib, a'lo baholarga o'qirdim. O'qishga kirishni orzu qilardim. Lekin ota-onam o'qish qiz bola birovning hasmi deb 19 yoshimda turmushga berib yuborishgan. Erim kasalligi sababli farzand ko'ra olmaganmiz. Qaynonam 15 yil davomida menga zo'ravonlik zulmlarini o'tkazib kelgan. Qishloq sharoiti juda ham qiyin. Qishloqda yashagan ayollar biladi. Erta tongda soat 4 da turib, sigir sog'ib, tandir non yopganim bilan qaynonamga yoqmasdim, chunki tug'mas degan kelinning nomini olgandim. O'shaning uchun qaynonamdan himoya qilish uchun erim chet davlatda ishlagani uchun meni himoya qila olmasdi. Uyimga urushchan qaytarib yuborardi. Uyimdagilar qiz bolaning qaytib kelishi yomon deb meni yana erimnikiga olib kelardi. Va shu sababli bir kun hayotimda eng dahshatli kun esimdan chiqmaydi. 7-mart kuni erim Rossiyadan menga tilla tros olib keldi. Tug'mas kelinga tilla tros olib kelding deb qaynonam oshxona 9-mart kuni oshxonada ovqat qilmoqchi bo'lgandim. O'sha gaz bolani ochib qo'ygani sababli men portlab ketdim. Gazda og'ir ahvolda shifoxonaga bordim. Shifoxonada hali o'zimga deyarli kelmaganligim sababli ajrim qog'oziga qo'l qo'ydirib oldi va men shu sababli ota-onam uyiga yana qaytishga majbur bo'ldim. U yerda ukam bilan kelinim buni mavlaviy sharoitini kim ta'minlaydi, kim boqadi degan mashmashalar, janjallar bilan ko'p bo'ldi. Hali oyoqqa tuzalmasdan turib o'zim tikuvchilik sexiga ishga kirdim va 4 yil davomida nogiron onam bilan o'zimni boqishga harakat qildim va 2018-yil yana turmushga chiqdim, ikkinchi turmushga. Ham ishlardim, ham erimni ham boqardim. Bu orada homilador bo'ldim. Qaynopam bilan erimning zug'umlari sababli birinchi homilamdan ayrildim. Keyin yana ishga qaytdim, ishladim, yana homilador bo'lib, ishda ko'p o'tirib ishlash mumkin emas, homilaga ta'sir qiladi degan sababli men ishdan bo'shashga qaror qildim va erim bilan yana janjallarimiz boshlandi. Chunki ishlab qaynopamni ham erimni boqishim kerak edi. 7 oylik homilam bilan qaynopam meni zinadan itarib yubordi va men kasalxonaga yana bordim va bolani nobud bo'lishi 100% deb aytdilar. O'shaning uchun yana erim kasalxonadan chiqib, erimni uyiga qaytib bordim, chunki ukamnikiga bora olmasdim. 2 kun erimni eshigi qulf bo'lganligi uchun 2 kun 7 oylik homilam bilan ko'chada yotishga majbur bo'ldim va 3-kun Rahmdillik jamiyatining egasi Bibisora Oripovaga men telefon qilib yordam so'radim va Rahmdillikdan boshpana topdim. O'tgan yili o'sha yerga borganimdan keyin 2021-yil 27-noyabr kuni egizak farzandli bo'ldim. Bir o'g'il, bir qizchali bo'ldim. 6 oyligida o'g'ilcham ozroq nimjon bo'lganligi uchun olamdan o'tib qoldi. O'shanda Bibisora Oripova menga o'zimni hayotga tiklashim uchun, bolam uchun, yashashim uchun har xil kurslarga qo'ydi. Hamshiralik, pazandalik, tikuvchilik, ofis menejerligi, qandolatchilik hammasiga qo'ydi va gilamchilik, zardozlikka o'shalarni o'rganib keldim va avval o'tgan yili BMT tashkilotining rahbarlari, huquqshunosi Eldor aka bilan hujjatlar tayyorlab, Nuroboddan menga kottejlardan 5 xonali uy oldim va avvaldan gilam to'qib
tikuvchilik qilib kelganim sababli chet davlatlarga gilamlarim sotilgan, ko'laklarim ham ketgan. O'sha sababli mana shu 5 xonali uyning bir xonasini tikuvxona, bir xonasini gilamchilik sexi bilan shug'ullanmoqchiman va qishloqdagi ayollarni uzoqqa ishga emas, yonimda ishlashga boshlamoqchiman. Nima desam bilaman, shu milliy tashkilotlariga, rahmdillik jamiyatidagi tashkilotlarga avvalambor men shunday narsalarni kengaytirgan prezidentimizga kattadan katta rahmat. Menga shu boshpanasiz yurganimda Nurobod hokimi uy berganligi uchun u Nurobod hokimiga ham kattadan katta rahmat aytaman. Qizlarni hech qachon uyi yo'q deb o'ylamanglar, chunki har insonning o'ziga yarasha qabul qilingan uyi bo'ladi. Mana shu ularni kelajagi uchun qo'llab-quvvatlash, o'quvlarga o'qitishlaringizni, ular yo'llarini ochib berishlaringizni so'rayman. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat sizlarga.